Keling, ochiqchasiga gaplashamiz. Uy yoki ofisingizni kelasi 10 yilliklarini belgilaydigan mahsulotni tanlayotganda narx bu shunchaki parametr. Asosiy savol bu: sizga har kuni nima foyda beradi? Termo 78 nafaqat ko'rinadigan, balki ko'rinmaydigan mukammalliklar haqida. Nega bu muhim? Chunki haqiqiy yo'qotishlar ko'pincha bizga ko'rinmaydi. Qimmat isitish xarajatlari, tinimsiz shovqinlar hamda ichki sokinlik yo'qolishi. Bularning barchasi sizni hayotingiz darajasini pasaytiradi hamda loyihaning qiymatini kamaytiradi. Termo 78 shaxsan sizni didingizga qarab ham ishlab chiqariladi. Chunki turli xil laminatsiyalar mavjud hamda shaklini o'zgacha uslubda yasab berilishi biz uchun hech gap emas. Bu siz uchun nimani anglatadi? Toza fasad chizig'i, interyerdagi nafislik effekti va ko'rinmas hisob. Biz bir kechada mo'jiza va'da qilmaymiz. Shunchaki sizning kundalik hayotingizdagi qulaylik hamda puxta o'ylangan muhandislik yechimini taklif qilamiz. Imzo, uyingiz uchun to'g'ri tanlov.